İmam Azamning dadisi Sabit nihoyat namrat ammo ilm suyar taqvodor bir yigit edi. U bir kuni qo'sqi nihoyat ichib ketib sirtqa chiqdi, lekin yegudek bir narsa topolmadi. U yeydigan narsa izlab bir olmaliq boqqa yetib keldi. Qizarib pishgan olmalarning ko'pligidan daraxtning shoxlari egilib qolgan edi. Uning qo'sqi bekli ichib ketganlikdan olmaga qo'lini uzatdi-da, bir tal olma elib onun yerimini yedi. Onundan keyin bog'ning yinidagi eriqning suyidan uchumlab ichdi. Ochliq azobi ozroq yenikligandan keyin olmani egisidan so'rmay yeganligi esiga kelib pushaymon qilishga boshladi. Hamda bog'ning egisini tepib, onundan rozilik olmag'icha uyga qaytmaslikka qasam qildi. U so'rab surishtirib yurib, oxiri bog' egisining uyini topdi. Bog' egisi uning nima uchun kelganligini so'radi. Sabit, qo'sqim bak ichib ketib, beg'ingizdagi bu olmaning yerimini yeb soldim. Keyin esimga kelib, pushaymon qilib sizdan rozilik izlab keldim. Shunga mushu olmaga rozi bo'lsangiz, dedi yolvorgan qiyofatda. Bog'ning egisi birdam xiyolga potgandan keyin, Alloh bilan qasamki, men seni hargiz kechirmayman. Bu ish uchun qiyomat kuni seni Allohga shikoyat qilaman, dedi keskin qiyofatda. Sabit, navoda siz rozi bo'lsangizlar, men har qanday ishni qilishga tayyorman, deginicha bog' egisiga yolvorishga boshladi. Ammo bog' egisi uni kechirmaydiganligini aytib, uyiga kirib ketdi. Sabit uning eshik tubida o'ltirdi. Asr namozi uchun sirtqa chiqqan bog' egisi Sabitning texicha yig'lab o'ltirganligiga hayron qoldi. Sabit, men sizning beg'ingizda bir umr haqsiz ishlab bersammi mayli? Mendan rozi bo'lib ketsangiz bo'lmamdi, dedi yana bog' egisiga yolvorib. Bog' egisi, o'g'lim, bo'pti, men seni kechirib etay. Ammo bir shartim bor. Qizimni nikohingga olasan, shu vaqtda men seni kechiraman, dedi. Sabit bu shartdan hong-tong qoldi. Men qizingiz bilan o'ylanamanmi? Bo'ladi. Siz rozi bo'ladiganlar bo'lsangiz, qizingizni amrimga olay, dedi Sabit hayron qolganicha. Bog' egisi, biroq qizimning ko'zi ko'r, ko'ranmaydi. Tili gacha, so'zlayolmaydi. Quloqi gaz, anglayolmaydi. Men uzundan beri bu qizimga munosib bir yigit topolmay yuratdim. Agar sen shartimga qo'shilib, uni nikohingga elib, eg'irchilikni ko'tarib holidan xabar olsang, seni kechirib etaman, dedi. Sabitning beshiga sovuq suv quyilgandek bo'ldi. Men bu qiz bilan qanday hayot kechiraman? Bir tal olma uchun bir umr mushaqqat ichida o'tarmanmi amdi? Sabit o'ylanishga boshladi. Oxiri egisidan ruxsatsiz yevolgan o harom luqmaning jazosi uchun jahannam o'tida kuygicha uning qizi bilan o'ylansammi o'ylanay deginicha bog' egisiga. Bo'ladi, qizingizni amrimga olay, dedi. Bog' egisi, to'y kelar payshanba kuni bizning uyda bo'lsin. Chiqimini men ustimga olaman, dedi. Payshanba kunimi yetib keldi. Sabitning ko'ngli intayin yerim edi. Demisimi u quloqi anglamaydigan, ko'zi ko'maydigan, tili so'zlayolmaydigan ayol bilan qandoqmi birga yashaydi. Biroq u Allohga tavakkul qilib yaxshilik umid qildi. Buningda bir hikmat bor deb o'yladi. Sabit nikohdan keyin eshikni chekib hujraga kirmoqchi bo'lganda bog' egisi, "Kel o'g'lim, Alloh sizlarga barakat bersin", dedi-da Sabitni ilib qizining yeniga kirdi. Sabit "Assalomu alaykum" deb salom qilgan qizni ko'rib, dong qetibla qoldi. Uning oldidagi qiz jannatning hur parilaridek ko'rinatdi. U ko'zlariga ishonmayla qoldi. Qizning dadisi menga nima uchun undoq deydigandi? Sabit zodi tushunmayla qoldi. Qiz Sabitning yeniga kelib, dadisining gaplarini tushuntirishga boshladi. Aslida dadam yog'an gap qilgani yo'q. Dadamning meni tili gacha so'zlayolmaydi degini nomahramga gap qilib boqmagan yoki harom so'zlarni qilib boqmagan deginidir. Meni quloqi gaz anglayolmaydi degini bo'lsa, meni g'ayvat shikoyatdan yiroq deganligidir. Meni ko'zi ko'maydi deganligi bo'lsa, nomahram erlarga qarab boqqan emas deganligidir. Men dadamning yegona e'tiborliq bir qizi.
Bir qancha yildan beri dadam menga solih, taqvodor bir yigit izlab yuratdi. Sizning bir olma uchun rozilik so'rab yig'ilib yurganingizni ko'rib, dadam menga bir olmani ruxsatsiz yeb sog'anligi uchun Allohdan qo'rqqan kishi qizimning haqqida Allohdan cho'qim qo'rqidi deb meni siz bilan to'y qilishimga tavsiya qildi. Menmi qabul qildim. Sabit Allohning bu ne'matidan xushalligini bosolmayotdi. Ular to'y qilib 1 yildan keyin bir o'g'il dunyoga keldi. U o'g'il bo'lsa dunyodagi eng mashhur olimlardan biri, mashhur Hanafi mazhabining peshvosi Imom Azam Abu Hanifa Nu'man ibn Sabit edi. Alloh taolo mundaq deydi: "Millatdan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yoshitimiz. Ularga albatta qilgan amalidan yaxshiroq savob beramiz." Sura Nahl 97-oyat.